Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLXga, avtoe'lomimizga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Motori Jiguli motor, korobkasi yaxshi, 4 ta balon tortadi. Akkumulyator starter yarim kaltda zavodi bo'ladi. Qo'shimcha agregati, jatkasi bor, pulligi bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz Namangan viloyati Pop tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning markasi Klass 55 Prispadbor apparati Koreyskiy. Ishlab chiqarilgan yili 2020-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi radnoy, hech qayeri ochilmagan, bir joyi kulush tegmagan. Ideal holatda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $9200. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu agregatga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz Navoiy viloyati Navbahor tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati yaxshi, ishchi holatda turibdi. Hamma joyi noldan ko'rilgan, sostenasi zo'r, ishga sezonga tayyor holda. Makkabiyda hamma narsani uradi deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, agregatni ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu agregatga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu agregat haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Mana shu og'iz uzilganda pichoqlarni yangi quyganman, rotor yangi. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan jatkamiz sotiladi.
Hujjatkamizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, zavodskoy jadga Hatcher traktoriga moslangan. Bu agregatimiz o'rtacha soatiga 1 gektar o'radi, kuni bo'yi 10-12 gektargacha o'radi deb aytib o'tmoqda. Bu agregatimiz ishchi holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 120 million so'm, meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, hamma joyi radnoy, zadnovoz korobkalarida umuman shovqini yo'q. Biror joyga svarka tegmagan, ballonlari yangi, yarim kalitda zavodit bo'ladi deb aytib o'tmoqda. Qo'shimcha agregati tilishkasi bor. Tilishkasining ham ballonlari yangi. Xullas kalom ideal holatda turibdi. Komplet narxiga keladigan bo'lsak, narxi 38 million so'm, meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Andijon viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, dokumentlari joyida. Sosteniyasi zo'r, umuman rasxodi yo'q. Yarim kalitda zavodit bo'ladi, olasiz, ishlatasiz. Qo'shimcha agregati chizig'i bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Jizzax viloyati Baxmal tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi YMZ traktori. Bu traktorning holati yaxshi, motori 1 gramm moy yemaydi, korobka zadnovozlarida umuman shovqini yo'q. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Qo'shimcha agregati chizig'i, puligi bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Traktorimiz yarim kalitda zavodit bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Aye. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyati Quva tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ82.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan 2000-yil ishlab chiqarilgan, motori qora motor, 1 gramm moy yemaydi. Zadnimoz korobkalarda umuman shovqini yo'q. Oldi vidishlari ishlaydi, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 130 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.